Assalomu alaykum barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkarimov. Ko'p vaqt bo'ldi ko'rishmadik, sababi milliy sertifikat imtihonlari tugadi. Endi xudo xohlasa bugun ayni DTM da, ya'ni kirish imtihonida 14-iyul juda ham chiroyli savol tushibdi. Ayni shu savolni siz azizlarga tahlil qilib berishni ma'qul ko'rdim. Juda ham ajoyib tushgan savol. Keling birgalikda ko'ramiz mana shu chiroyli savolni. Demak, bizga aytyapti, ruh va mis qotishmasi tarkibida Avogadro sonidan 100 marta ko'p elektron mavjud. Agar qotishmaga temir 2 xlorid quyilsa, qotishmadagi elektronlar soni 1,6% ga kamayadi. Hosil bo'lgan yangi qotishmadagi ruhning elektronlar soni temirning elektronlar soniga qaraganda 19,6 molga ko'p. Dastlabki aralashma konsentrlangan sulfat bilan oksidlanganda hosil bo'ladigan gazni miqdorini toping. Ruhning oksidlanishidan ham sulfit angidrid hosil bo'ladi deb qaralsin, deyapti. Demak, keling mana shu misolni birgalikda ko'ramiz. Bizga nima deyapti? Ruh va misdan iborat qotishma mavjud ekan. Demak, bizda mana ruh hamda misdan iborat qotishma mavjud. Va buning ichidagi elektronlarning miqdori 100 mol ekan. Ya'ni Avogadro sonidan 100 marta katta degani 100 ko'paygan Na degani, bilasiz? Ayni elektronlarning miqdori 100 mol ekan. Endi keling bu yerdan biz birinchi tenglamani qilib olsak bo'ladi. Ya'ni ruhni molini x mol deb olaylik, misni molini y mol deb olamiz. Bilamiz, ruhda 30 ta elektron mavjud, misda esa 29 ta elektron mavjud. Demak, 1 mol ruhda 30 elektron bo'lsa, x molida 30 x bo'ladi. Misda esa 29 y bo'ladi. Demak, birinchi tenglamamiz 30 x plus 29 y teng 100 mol. Ya'ni aynan bizda dastlabki qotishma tarkibidagi elektronlarni mollarini yig'indisi 100 mol ekan. Endi bunga temir 2 xlorid qo'shilyapti. E'tibor bering, temir 2 xlorid tuzining eritmasi qo'shilyapti va natijada bizda yangi qotishma paydo bo'ladi. Endi nima uchun yangi qotishma? Sababi bizni mana bu chiroyli davistiyamiz bor. Maqtab qo'ying vaqti kelganda. E'tibor bering, ruh metali endi hozir kameraga ko'rinyaptimi, yo'qmi? Ruh metali temirga qaraganda aktiv hisoblanadi. Aynan temirni ruh siqib chiqarish xususiyatiga ega. Ya'ni plastinkadagi bo'lgan jarayon sodir bo'ladi. Bizda demak hosil bo'lgan yangi qotishmada ruh, temir hamda misdan iborat yangi qotishma paydo bo'lyapti. Va bizga aytayotgan gapi, mana shu hosil bo'lgan qotishma tarkibida ruhning elektronlari temirning elektronlariga qaraganda 19,6 molga ko'p deyapti. Ya'ni 19,6 mol ko'p ekan. Va glavniy aytayotgan narsasi elektronlar 1,6% ga kamaydi deyapti. Shundan foydalanib biz dastlabki qotishmani tarkibini aniqlab, unga sulfat qo'shganimizda qancha mol gaz chiqishini aniqlashimiz kerak. Qarang, birinchi qiladigan ishimiz reaksiyani albatta yozib olishimiz kerak. Ya'ni ruhga qo'shamiz temir 2 xlorid. Natijada ruh xlorid hamda temir hosil bo'ladi. Endi e'tibor bering, bizda elektronlar 1,6% ga kamaygan. 100 mol 1,6% ga kamaydi degani 100 molni 1,6%i 1,6 molga elektronlar kamaygan. Demak, mana bu yerga yozing, 1,6 molga elektronlar kamaygan ekan. Endi bir narsaga e'tibor bering. Ruhda 30 ta elektron mavjud. Temirda esa 26 ta elektron mavjud. Demak, bizda agar 1 mol ruh reaksiyaga kirishsa, elektronlar 4 molga kamayadi ekan. Nima uchunligini tushundingiz? Ya'ni ruhning o'rniga temir kelyapti, 1 mol kirishsa, o'sha elektronlar 4 molga kamayadi. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Bizda 1,6 molga kamaydi deyapti. Demak, 1,6 molga kamaygan bo'lsa, necha mol temir hosil bo'lgan? 1 ni 1,6 ga ko'paytirib 4 ga bo'lsak, 0,4 mol. Bitta proporsiya yordamida. Va necha mol ruh reaksiyaga kirishgan? Bu ham 0,4 mol chiqadi. Demak, e'tibor bering, bizda ayni mana bu hosil bo'lgan plastinkamizning ichidagi ruh, temirni miqdori 0,4 mol chiqyapti. Chunki bizda bundan boshqa temir yo'q. Endi ruhimiz mana bu ruh erib ketgan ruh. Bizda bundan tashqari ortib qolgan ruhimiz mavjud. Ya'ni mana bu dastlabki ruhni ma'lum bir miqdor reaksiyaga kirishib, ma'lum bir miqdor ortib qoldi. Endi biz ayni mana shu ortib qolganining miqdoriga o'tishimiz kerak. Qarang, bizga aytayotgan gapi bor edi. Hosil bo'lgan qotishmada temirni elektronlarga qaraganda ruhniki 19,6 molga ko'p. Demak, mana shu temirning elektronlarini hisoblaymiz. Qarang,
1 molida 26 ta elektron bo'lsa, 0,4 molida 10,4 mol elektron mavjud. Endi qarang, ortib qolgan ruhning ichida esa unga nisbatan 19,6 molga ko'p ekan. Demak, bundagi elektronlar 10,4 ga 19,6 ni qo'shamiz. Ya'ni 30 mol elektron. Endi ayting menga, necha mol ruhda 30 mol elektron bo'ladi? Tabiiyki 1 mol ruhda. Ya'ni bizda ortib qolgan mana bu ruhni miqdori 1 mol ekan. Demak, dastlabki ruhni miqdori qancha desak, 1 ga 0,4 ni qo'shsak, 1,4 mol bo'ladi ekan. Ya'ni bizda mana bu yerda x imizning qiymati 1,4 mol chiqyapti. Dastlabki ruh. Endi qarang, bundan foydalanib biz dastlabki misni topib olsak bo'ladi. Ya'ni 30 ko'paygan 1,4 plus 29 ko'paygan y teng 100. Y-imiz chiqyapti 2 mol. Ya'ni bizda dastlabki misimizning miqdori 2 mol ekan. Demak, ruhimiz 1,4 mol, misimizning miqdori esa 2 mol. Endi shu aralashmaga, ya'ni qotishmaga konsentrlangan sulfatsida qo'shganda necha mol gaz chiqadi? Demak, ruhni konsentrlangan sulfatsida bilan reaksiyasini yozadigan bo'lsak, ruh sulfat SO2 suv chiqadi. Bu yerda o'z boshqa gazlar ham chiqishi mumkin, lekin bizda aynan shu reaksiya sodir bo'ladi deb oling deyapti. Shuning uchun ham shuni yozdim. Endi mistiki ham xuddi shunaqa. Masalan, buni praktik o'quvchilar bo'lsa, ya'ni tajribali o'quvchilar bo'lsa, bir reaksiya qilib ham yozib qo'yaveradi. Chunki mis bo'ldi nima, ruh bo'ldi nima, ikkalasini qo'shsak 3,4 mol deb yozsak ham bo'ladi. Masalan, bu 1,4 mol edi, bu 2 mol edi, bu 1,4 mol, bu 2 mol. Demak, bizda jami chiqqan gazlarimizning miqdori 3,4 mol ekan. Demak, bizda to'g'ri javob B javobda turibdi 3,4 mol degan. Ayni mana shunaqa. Demak, mana bizni DTM yana ajoyib savollar bilan siylamoqda. Sizga mana shu yechim yoqqan bo'lsa, iloji bo'lsa, kommentariyaga o'zingizning fikringizni yozing va bugun, ertaga yoki indinga imtihonga kiradigan do'stlaringiz bilan bu videoni albatta ulashing, chunki savollar bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkarimov bo'ldi.